Uni qayerga olib qochyapsiz? Uylanishga 25 yil qisqidirmay deb hozirdan topib qo'ydim. Kimdir ilintirib ketmasdan survoray bu yerdan. Nega bularga pul beryapsiz? Brat, agar suyunchi puli bermasam, abratni qilib yuborisharkan. Kredit olib berolmay endi. Endi tug'ildingiz-ku, qayerga ketyapsiz? Raddomdan deddomga ketyapman. Ota-onam suyunchi beraverib bankrot bo'lib surib yuborishibdi. Nega bo'yningiz uzun? Vrach oldin mol doktor bo'lgan shekilli kalla bilan oyoqni farqiga bormaskan. Endi ahvolni qarang, xuddi jirafa. Kim bo'lib ishlaysiz? Men radomda nomer 1 hay-haychiman. 1 minut hay-hay deyishim $100. Faqat zakazga chiqaman. Nima bo'ldi? Oyim tug'ayotgan payt qattiq kuchlanib yordilar shekilli, raketa bo'lib uchib ketdim. Doktorlikdan tashqari biznesingiz bormi? Bemorlarga fitflyonta dori yozaman. Soqqali joyi u dorilarni faqat meni aptekamda sotadi. Xatingizni o'zingiz tushunasizmi? To'g'risini aytsam, xatimni o'zim ham tushunmayman, lekin aptekaga olib borsa dori berishyapti. Bemorga qisqa vaqtda borgan kuningiz? 10 sekundda borgan biz. Dashi o'zi kelgan, chunki probkada qolib ketgandik. Amaki, operatsiya yaxshi o'tdimi? Halokat o'zi bitta ukol uchun kelgan edim, ana bu jinni esa oyog'imni kesib tashlabdi.